Biz bugün sizinle biz kızgı buket. Hani bizge kiyek. Alma, apelsin, limon bilen kivi. Hani bizge kiyek. Kızgı yapraklar, tayak, stepler, skoç, koşun. Takım namazım kızgı tamam. Hem tamam kızgı yaprak. Bu rızık jiyeti Tırı pilottan. Hem bizde gerek matur şeyler bizim bu kilitlerden. Onların nablar tayaklarını kırtıp şarabız. Ne dersin? Ne? Bo'ldi. Bir apelsinni biz hozir o'rtavoyga pichoq bilan kesabizda, ani biz aytgan plyonka bilan turaymiz, ham u bizning o'rtada motor bo'lib kesilgan jilak bo'lib qolashaq. Hozir biz kesdik. Ne bilay apelsinni hozir men anam qiliblar iplokin kesib ani turar. Anlar şuna toyaqchiqlarni qodab qo'yamiz. Shulay u bizning o'rtada qolarga tegish bo'ladi. Hayda hozir turamiz. Bu bizning tuzan tiymasin için, şüpler tiymasin için, uzoq saqlansin için şulay işlenilir. Buket hazır. Hazır men anam skoç bilan yapıştıram. Ne bulay jiyabız, jiyip ko'rsatarim, nechik jiyabizlaringni. Ne bulay toyaqlarni bir-birisine to'g'ri keltirib jiyabız, deymi? Ana skoç bilan yoqishtirib, turib yopishtirib Hem biz qo'yamiz. bu kivini kesdik. Mana biz kivini da shulay kesdik, ko'rasizmi? Mana bu apelsinni da kesdik. Qizim ko'rsatar apelsinni. Nechik bo'lib chiqdi u bizni. Ham turdik plyonka bilan. Mana bunda ko'rsat. Mana shulay motor bo'lib chiqdi. Biz bilan bunu skoç bilan turdik. Biz buketini turdik. Hozir men ana buketni bilan yapıştıram. Buket tiralarini yopishtirib chiqasiz, undaymi? Steklar bilan laktirib. Ham biz endi mana bu buketni nari sizga ko'rsatgan yaproqlar bilan bezab chiqamiz. Narimas. Sonra bizning buket asar. Hozir biz ana biz bu kızgı yaprakları bilan. Biz ham mana vazoga o'tirib qo'ydik. Hozir mana bu shoralarni, endi kuzgi yaproqlarini tig'ib chiqamiz. Hayda, Dariya, qo'ysidan boshlaymiz. Butoqlarni mana bu o'rtasini. Hayda, yaproqlardan boshlaymiz, mana bu kichkina yaproqlar. Hayda, mana bu yaproqlardan. Mana bu yaproqlarni. Ham endi o'zingiz tilagancha qo'l ostig'ingizda narsa bor. Mana shulay bezay olamiz.